Xudonga o'xshab yashaymiz baba. Nima uni deyapsiz? Hamma xotini bor. Meni xotinim yo'q. Sabr qiling o'g'lim. Qachongacha sabr qilaman? Ha, kredit olib uylanaman. Kredit kim to'laydi o'g'lim? Bu dunyoda kim uchun yashayapsiz dedi? Sizni deb yashayapman-u. Ha, bo'pti, siz to'laysiz dedi. Qayerga ketyapsiz? O'zimiz nomimga kredit olib kelaman dedi. Bizi davrimizda, dardimiz ichimizda, dadamiz oldida nafas olgani qo'rqardik. Menga kredit berishmaydiganlar. Kichkinasida. Pasportingiz yo'q o'g'lim. Metrkaga vermaydimi? Qizil zaginal pasportga beradi. Xotinni siydirib, bilmay o'lib ketaveramiz ekanda. Hola, cabrón.